Bu hech qanaqa Florida yoki Miami emas. Bu o'zimizni Toshkentda Mirzo Ulug'bek rayoni Central Nacharskida eng asosiysi analogi bo'lmagan uyni bugun sizlar bilan birgalashib ko'rib chiqamiz. Yaxshilab joylashib, choy, kofe damlab oringlar. Ketqizgan vaqtingizga achinmaysizlar. Eksklyuziv bo'lgan video obzorni bugun sizlar bilan qilamiz. Har doimgidek mana bu zonaga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Mana bu haqiqiy kamin bo'ladi, ya'ni o'tin tashab, o'tinda yonadigani mana hamma jihozlarigacha olib kelib qo'yilgan, televizorlar qo'yilgan. Mana ma'mutda dag'i mana patologiya o'zingizlar bitta baho beringlar. Bluetooth orqali o'zingizlarning yoqtirgan ashulalarni eshitsanglar bo'ladi. Hamma joyi tosh qilingan. Mana bu lijaklarni qaranglar. Hammasi brendli, eng qimmat lijaklar o'rnatilgan. Mana bu basseynni qaranglar, basseynni. Mashalloh. Niyat qilganlar videoga bitta like bosing. Shaxsan men shu ko'zim bilan ko'rib mazza qilaman. Kelib bu yerda prosta ko'rish kerak, prosta mazza qilasizlar. Mana bu daraxtlar ham bor, palon-pulli daraxtlar ekilgan. Har bitta daraxtni ko'rasizlar ham o'zini tegida mana shunaqa podsetniklar o'rnatilgan. Bu shomga yaqin yanada go'zallik bag'ishlab turadi. Ko'rgan ko'zga shunaqa priятный ko'rinyapti. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Bu xonaga keladigan bo'lsak, bu xonamizda namozxona borda, o'zini ichida tahoratxona sharoitlarini full qilib qo'yilgan. Ko'ryapsizlar. Ana endi birinma-ketin hovlimizdan sizlar bilan birgalashib ko'rib chiqamiz. Mana bu bitta basseynga tashab olib, mana lijaklarda bitta napitkalarni ichib mazza qilib o'tiradigan joy bo'libdi. Kelinglar endi sizlarni hovlimizni boshlab ko'rsatib beraman. Bu yoq tarafda mana, ya'ni orqa tarafdan olib o'taman sizlarni. Kelinglar. Mana bu daraxtlarni ko'rasizlarmi? Daraxtlar mana shu ziloniy zonani tushunadigan okalar o'zingizlar bitta sanab olsanglar bo'ladi. Bu yoqda nesh pulli daraxtlar turganini, bu yoqda barbekyu zona turibdi, ya'ni mangallargacha o'tiradigan joylar va oshxonadan kirib chiqsanglar bo'ladi bu zonaga. Va bu yoqqa keladigan bo'lsak, bu yoqda bizda mana shunaqa fontanlarimiz ham bor. Mana fontanlarni ko'ryapsizlar. Fontanlarimiz ham bor. Ovozi shunaqa priятный, mazza qiladi eshitgan odam. Kelinglar. Uyimizning yer maydoni naqd 20 sotuni tashkil qiladi. Yashash maydoni 750 kvadratni tashkil qiladi. Bu eng asosiy, lekin eng asosiysi ichini ko'rsangiz mazza qiladi. Kompot bo'ladi bu uyga, ishonavering. Mana kirib kelishdan sizlarga boshlab ko'rsatib beraman. Bizda mana to'rda avtomatik darvoza, ya'ni asosiy kirish qismidan sizlarga tushuntirib beraman. Bemalol bu yoqqa 3 ta mashinalarni sig'dirsanglar bo'ladi. Bu yoq tarafiga keladigan bo'lsak, bemalol 2 ta mashinalarni yopiq joyda turadi. Bu esa uyimizning isitish tizimiga javob beruvchi xona, ya'ni kotelniy xonamiz bo'ldi. Kotelniyni ham ko'rasizlar, o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Eng asosiysi qimmat santexnikadan foydalanishgan. Bu yoqdan ya'ni personalni xonasiga kirib kelsa ham bo'ladi. Bu yoqda ham 3 ta yotoqxona, o'zining ichida sanuzel va oshxonalariga ega bo'lgan va bu yoqni ko'rasizlar, avtomatik darvoza ham o'rnatilgan. Bu yoqdan to'g'ridan-to'g'ri personal xonasiga kirib ketsa ham bo'ladi. Elektromobil uchun zaryadkalar o'rnatilgan va to'g'ri kirarkanmiz. Menga eng yoqqan joyi bu uyimizda naqd 2 ta darvoza bor. Birinchi mahalladan, ya'ni ko'chadan kirsanglar ham bo'ladi, nariga ko'chadan kirsanglar ham bo'ladi. Mana buni daraxtlarni qaranglar. Har bitta daraxt tagiga erinmasdan mana shunaqa chiroyli podsetniklar qilib qo'ygan. Qaranglar, shomga yaqin qanaqa o'zini go'zalligini namoyon qilyapti. Mana gullarni e'tibor beringlar. Bu yerda ishlatilgan narsalar prosta mehrga qo'shib pulni ham ayashmaganligi shunday namoyon bo'lib turibdi. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, bizning uyimizning asosiy kiraverish qismi bo'lyapti. Kelinglar, sizlarga shu rakursdan bitta ko'rsatamiz-da, ana endi uyimizning ichini ko'rib chiqamiz. Mana o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Qaranglar. Bu yoqda to'g'rida, ya'ni orqa ko'chadan kirsanglar ham bo'ladi. Ana endi inshaalloh niyat qilgan hammamizga eng kamida mana shunaqa fayzli xonadonlar nasib qilsin. Ana endi ketdik, bu go'zal uyimizning ichini ko'rib chiqamiz. Uyimizning kirib kelish, ya'ni prixoja qismi, kirishimiz bilan birinchi o'rinda bizda gastevoy sanuzel bo'lyapti. O'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar va shuni yonida kladovka uchun ajratilgan, ya'ni bu yerda Wi-Fi simlarigacha mana yashilib turibdi va mana qaranglar, kirishimiz bilan prixojada mana shunaqa chiroyli qaranglar, studiyniy formatda o'tirib, mazza qilib o'tiradigan joy qilib qo'yishgan, lekin menga yoqqan joy keling. Mana buni qaranglar. Ya mashalloh, studiyniy formatda hol va zal qaranglar, juda ham chiroyli. Shaxsan menga bu yerda tanlangan ranglar juda ham yoqdi. Operator mana bitta brendni ko'rsatib qo'yaylik, bilganlar biladi. Mягкий divan, mebellar hammasi italyanskiy brendga tegishli. Mana bu yerda oila davrasida mazza qilib o'tiradigan zona bo'libdi. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Hammasi mana haqiqiy naturalniy tosh. Ana endi kelinglar, birinma-ketin bu uyimizdan sizlar bilan birgalashib ko'rib chiqamiz. Birinchi xonamiz
kirishimiz bilan o'zini ichida garderobnisi va sanuzelga ega, hamma joyi tosh bo'lib yotibdi. Ranglarni ko'ryapsizlar ham, kirganingizda ko'zinglarni ortmaydigan rang bo'lgan va xonamizni o'zingizlar bitta baho beringlar. Kattaligini qaranglar, kattaligini, gap so'z bo'lishi mumkin. Shu xonadan bitta mana bu videoga o'zingizlar baho bering. Ertalab turib bitta kofeni olib, shunday eshikni ochib, bassenga bitta tashab berishingizga necha? Qarang, niyat qilganlar bitta shu joyda like qizartirib qo'yamiz. Kelinglar endi sizlar bilan keyingi xonalarni ham ko'rib chiqamiz. Ro'paramizda ham xuddi shunaqa planirovka, уже rangi sal boshqacharoq bo'lyapti. Bu uyimizda ko'ryapsizlar, полностью chiller sistema, ya'ni hamma joyda va kolonkalarni ham ko'rayotgan bo'lsanglar, Wi-Fi tizimigacha o'rnatilgan. Bu xonamizga kirishimiz bilan xuddi shunaqa planirovkada bo'lyapti, ya'ni garderobning sanuzeli o'zini ichida. Uyimizni umumiy yashash maydoniga keladigan bo'lsak, 750 kvadrat tashkil qiladi. Hammasi aytib o'tgandek italyanskiy brendga tegishli. Bu xonamizdan mana shunaqa ajoyib bo'lgan videoga turibdi. Ya'ni bassenga to'g'ridan-to'g'ri chiqish eshigi tashab ketilgan. Xonalarning razmeri bir xil bo'lyapti. Bizda prosta bu yoqda rangida farq qilyapti. Va ayollarimizni ko'proq vaqtini o'tkazadigan xona, ya'ni oshxona ayollarimizni yo'qsa bitta yurakchani qizartirib qo'yasizlar. Qani bismillah. Mana xona, oshxonani qaranglar, o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Mana hamma joy haqiqiy tosh. Va bu yoqda mana pastomoykalargacha brendiga bitta baho beringlar. Buni ayollarimiz menimcha yaxshi bilishadi. Ayollarimiz hamma narsa qilyapti. Mana shu hamma narsa Smek brendiga tegishli bo'lyapti. Bu yoqda ikkitadan xolodilniklar bo'lyapti. Birinchisi va ikkinchisi bo'lyapti va bu yoqda elektronli plita bo'lyapti. Ko'rasizlar, sensor orqali boshqariladi. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Hozirgi mana rangini ko'rasizlar, hozirgi zamonda trendga chiqayotgan ranglardan foydalanishgan va bu eshigimiz bizani orqa tomondagi barbekyu zonaga olib chiqadi. Barbekyu zonani qaranglar. Oila davrasida, do'stlar davrasida mazza qilib o'tiradigan joy bo'libdi. Shaxsan menga mana shu oshxonani o'zi ham juda ham yoqdi. Gap yo'q, niyat qilganlar shu joyda bitta like bosasizlar va ikkita eshik qoldirib ketilgan. Bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqishingizdan bo'ladi. Va bu xonamizga ham keladigan bo'lsa, xuddi shu o'sha planirovka, faqat bu yerda ranglari ajralib turibdi. Ichida o'zini garderobnisi, sanuzeli va eslatib o'taman, har bitta xonada bu yoqda qaranglar. Endi bu yoqda video sal boshqacharoq. Qanaqa desanglar, bu xonamizdan mana shu vodopodga chiqib turibdi, qaranglar. Vodopodda ovozi mazza qilib, mana fontanning ovozini eshitib o'tiradigan joy bo'libdi. Va har bitta xonamizda mana shunaqa datchik o'rnatilgan, ya'ni xonaning haroratini mana shu datchik orqali boshqarsanglar bo'ladi. Bu xonamizga keladigan bo'lsak, bu yoqda bizda prachniy xona bo'lyapti. Stiralka ham qo'yilgan, hamma sharoitlar ayollarimiz uchun maksimum qilib qo'yilgan. Va bitta narsani e'tibor beringlar, eshikning ranglariga mana bunday yopganimda bor mana. Devor bilan uzoqdan qarasa xuddi bir eshik yo'qdek, lekin yaqindan kelsanglar ko'rinadi. Bu esa umumiy mana shu birinchi etajimizdan garderobi bo'lyapti. O'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar va bizda oxirgi yotoqxonamiz. Bu xonamizni ham to'g'ridan-to'g'ri mana ochib qo'yganmiz. Shunday garderobnisi, sanuzeli va yotoqxonamiz. Bu yoqda aytib o'tgandek, xonalarning razmeri bir xil. Bu yoqda faqatgina tanlangan ranglar farq qilishi mumkin. Chiller sistema, Wi-Fi sistema o'rnatilgan. Niyat qilganlar inshaalloh hammamizga mana shu yilda eng kamida mana shunaqa fayzli xonadonlar nasiba ro'za aylasa, mana buni qaranglar. Bu yerga kelgan mehmonlar mazza qilib dam olib ketadigan joy bo'lgan. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Inshaalloh mana shu videoni ko'rib turib like bosgan har bir insonga eng kamida mana shunaqa fayzli xonadonlar nasib qilsa, Mirzo Ulug'bek rayonidan mana shunaqa eksklyuziv bir etajli uy qidirayotgan do'stingiz bo'lsa, bu videoga like bosib, hoziroq o'ziga jo'natib qo'ying.